Birinchi masala raf'ul yadayn qilish hukmi. Raf'ul yadayn arab tilida shu qo'llarni ko'tarish degani. Qo'llarni ko'tarish degani. Xo'p, raf'ul yadayndan maqsad raf'ul yadayn masalasi deyilsa yoki raf'ul yadayn qilish sunnatmi yoki yo'qmi deyilsa, odatda qaysi masala nazarda tutiladi? Fuqaholarning nazdida rukuga borishda va rukudan turganda qo'llar yelka barobari yoki quloq barobarigacha ko'tariladimi yoki yo'qmi? Mana shu masala nazarda tutiladi. Takbiratul ihrom yoki takbiri tahrima aytgan paytda ham qo'llar ko'tariladi. Bu ham raf'ul yadayn deyiladi o'zi asli. Chunki qo'l ham u paytda ham qo'l ko'tariladi. Lekin bu butun ulamolarning deyarli ittifoqi bilan sunnat, hamma ulamolar deyarli isbot qilganligi uchun raf'ul yadayn deyilsa bu masala tushunilmaydi odatda. Chunki bu hammaning nazdida sunnat. Lekin mashhur raf'ul yadayn qilish sunnatmi yo'qmi degan xilofli masala bu rukuga borishda va rukudan bosh ko'targanda qo'lni yelka barobarigacha yoki quloq barobarigacha ko'tarib rukuga borib turgandan keyin ham qo'l ko'tariladimi yo'qmi? Mana shu masala raf'ul yadayn masalasi deb ataladi. Xo'p. Bu masala borasida Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis kelgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salata va idha kabbara lir-ruku'i va idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadhalik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam namozni boshlasalar yelka barobarigacha qo'llarini ko'tarardilar. Va idha kabbara lir-ruku' rukuga takbir aytsalar, rukuga borishda takbir aytsalar va idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rukudan boshlarini ko'tarsalar ham rafa'ahuma kadhalik, xuddi shunday qo'llarini ko'tarardilar deb keladi. Bu Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Xo'p, aksar ulamolar, Shofiy mazhab ulamolari, Maliki mazhab, Hanbali mazhab ulamolari qo'llarni ko'tarish sunnat deyishgan. Rukuga borganda va rukudan turganda qo'llarni yelka barobari yoki quloq barobarigacha ko'tarish sunnat deyishgan. Imom Buxoriy rahimahulloh bu masalada alohida kitob yozgan. Juz'un fi raf'il yadayn. Qo'l ko'tarish haqida alohida bir kitob yozib, shu kitobida Hasan al-Basri rahimahullohning quyidagi so'zlarini zikr qiladilar. Kana ashabu Rasulillah sallallohu alayhi va sallam yarfa'una aydiyahum fi as-salah idha rak'u va idha rafa'u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari rukuga borsalar ham, rukudan tursalar ham qo'llarini ko'tarardilar deb aytgan ekanlar Hasan al-Basri rahimahulloh. Imom Buxoriy shu so'zni ortidan aytadilarki: "Va lam yastathni al-Hasan ahada." Hasan al-Basri mana bu so'zida biror bir sahobani istisno qilmadilar. ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. biror bir sahobadan qo'llarini ko'tarmaganliklari sabit bo'lmagan deyapti. Raf'ul yadayn qilmaganliklari sabit bo'lmagan deyapti. Va mana shu kitobida Imom Buxoriy rahimahulloh raf'ul yadayn qilish nafaqat Ibn Umar radhiyallohu anhumodan, balki 17 ta sahobiydan rivoyat qilingan bu masala. Qo'llarni yelka barobarigacha ko'tarish rukuga borganda yoki rukudan turganda 17 ta sahobadan vorid bo'lgan deb turib, har bitta sahobani nomma-nom zikr qilganlar. Shu 17 ta sahobaning hammasini ba'zi ulamolar bunga ziyoda qilib undan ko'proq, ya'ni 30 taga yaqin sahobadan vorid bo'lgan deyshadi. Hanafiy mazhab ulamolari raf'ul yadayn qo'llarni ko'tarish faqat takbir tahrimada mashru' deyshadi. Takbir tahrimada mustahab sunnat, ammo rukuga borganda va rukudan turganda qo'llar ko'tarilmaydi deyshadi va qo'llarni ko'tarish haqidagi hadislarni mansux deb bilishadi. Bu haqda kelgan hadislar mansux deyshadi va ba'zi bir hadislarni dalil qilishgan. Imom Abu Dawud rahimahulloh sunanlarda rivoyat qiladi. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu aytadilarki: "Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana idha iftataha as-salata rafa'a yadayhi ila qaribin min udhunayhi thumma la ya'ud." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni boshlasalar, qo'llarini quloqlariga yaqin ko'tarardilar. Quloqlariga yaqin ko'tarardilar. Thumma la ya'ud, keyin qaytib ko'tarmasdilar. Ya'ni faqat namozni boshida ko'tarardilar, qaytib ko'tarmasdilar deb keladi. Yana Imom Abu Dawud rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki: "Ala usalli bikum salata Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam." Sizlarga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning namozlarini o'qib bermaymi?
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. Demek sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini o'qib bermaymi deb keyin namoz o'qidilar, qo'llarini bir martadan boshqa ko'tarmadilar deb keladi. Lekin aksar ulamolar aytishadiki, rukuga borishda va rukudan turishda qo'llarni ko'tarish mansux emas. Balki bu Ibn Umar radhiyallohu anhuning o'zidan vorid bo'lgandek, yana boshqa sahobalardan ham vorid bo'lgan. Ammo Hanafiylar hujjat qilib keltirgan yuqoridagi ikkita hadis va undan boshqa asarlar ham zaif deb javob berishgan. Masalan, birinchi zikr qilgan hadisimiz Baro ibn Azibdan kelgan hadisni Sufyan ibn Uyayna, Imom Shofiy, Imom Buxoriyning ustozlari Humaydi, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ad-Darimi, Al-Buxoriy, Imom Buxoriy bularning hammasi zaif sanaganlar. Xuddi shunday Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan asarni ham Abdulloh ibn Muborak, Ahmad ibn Hanbal, Imom Buxoriylar zaif deyishgan. Zaif deyishgan va Imom Buxoriyning so'zlarini yuqorida aytib o'tdik. ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه deyapti. Sahobalardan birortasidan sabit bo'lmagan qo'lini ko'tarmaganliklari. Ya'ni rukuga borganda, rukudan turganda qo'llar sabit bo'lmagan. Ya'ni ba'zi asarlar rivoyat qilingan. Hanafiylar shularni masalan hujjat qilishgan, lekin bu sabit emas deyapti. Ya'ni sahih emas deyapti Imom Buxoriy rahimahulloh. Shunga ko'ra, vallohu alam bu masalada shu aksar ulamolarning so'zi kuchliroq, ya'ni raful yadayn qilish bu sunnat hisoblanadi. Inson iloji boricha mana shu sunnatga amal qilish kerak. Chunki har bir rakatda e'tibor bersangiz borganda bir marta ko'tariladi. Keyin rukudan turgandan keyin ham yana bir marta ko'tariladi. Har bir rakatda 2 marta ko'tarilyapti. 2 rakatlik namozda 4 marta, 4 rakatlik namozda masalan 8 marta ko'tariladi. Ba'zi hadislarda kelgan har bir ko'tarishga 10 ta savob berilishligi haqida nimalar kelgan? Hadislar kelgan. Ba'zi ulamolar bu hadislarni hasan degan. Demak, mana shu savobdan mahrum qolmaslik uchun ham sunnatga ergashishlik bobidan inson mana shunga amal qilish kerak bo'ladi. Amal qilgani albatta yaxshi. Lekin fitna chiqadigan o'rinlarda, inshaalloh bu masalaga 5-masalada to'xtab o'tamiz. Fitna chiqadigan o'rinlarda bu sunnatni tark qilib turgan ma'qulroq. Bunga inshaalloh 5-masala